Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Artifact serverining SMP rejimida survival qilamiz. Juda ko'p ishlar qilamiz, lekin menda bitta muammo bor. Men ilgari SMPlarda o'ynab o'rganmaganman va juda ham qiynalganman to'g'risi. Juda ham qiziqarli bo'lgan video, ko'ringlar oxirigacha. Birinchi marta do'stlar o'ynayapman SMPda. Umuman o'ynamaganman oldinlari, faqat 3 yildan beri men o'ynayman, lekin qishloq sharoit bo'lgani uchun internet degan narsalar bo'lgan, Wi-Fi va yaxshi kompyuter bo'lmagan. Bo'lmasam ketdik. O'ynash uchun bosdim. Men alohida spawn, ya'ni alohida joy qo'yib qo'yganman, ya'ni uylar, bazalar qurish uchun. Hozir o'sha yerga boramiz bo'lmasam. Mana spawnam oldik. Men bu yerda alohida qishloq topganman, ya'ni survival qilish uchun juda ham uzoq masofaga yurganman. Faqat 20 ming blok uzoqdamiz spawndan. Bo'lmasam aslahalarni sotib olaman. Iron Golem. Birinchi bo'lib taxtalar, shu o'zimizda boshlang'ich narsalarni olishdan boshlaymiz. Ishi fantomlar ham tug'ildi. Bildi meni qurolsizligimda. Shu aynan mana shunaqa paytda keladi. Hech narsang bo'lmagan paytda. Menda hech narsa yo'q. Ha, bo'ldi. Tezroq ol. Ana. Juda ham yoqimsiz bu fantomlar, lekin foydasi ham bor. Foydasini keyin aytaman. Hozir biz ham shu yerga kichkinagina base qurib olamiz. Hozir. Öl. Qiyin bo'ladi o'ldirish. Hamal deymi? To'xta. Mayli. Biza pechka yaksashimiz kerak. Pechkani nima qilaman? Kerak bo'lib qoladi. Ovqat. Nimalar bor yasaydigan pechkaga solamiz. Beton qaziymiz. Pechka yasaymiz ikkita. Endi biroz resurslar qolishi kerak. Mana shu yetadi. Biroz kengaytiramiz. Fantomni qamab olsammi? Fantomni nima narsa ketyapti? Hozir qamayman shularni. Qani ke. Ana, qamaldingmi? Qani, ikkinchisi. Ke bu yoqqa. Qani. Ke. Nima? Kengaytiramiz bazani. Bordi. Qani, ko'ryapsizmi? Menimcha yo'q. Biroz taxtalar qazib, keyin davom etamiz. Creeper. Sakin. Shunaqa ham jonlichanmi? Qazib bo'ldim, sotib qo'yish kerak baribir. Ana. Mana bir qazib olsak, mana bir
Mash yetsa kerak. Mashayning go'lim ham yoqmayapti. Nima? Qani kechi. Nega tug'ilaverarkan ham shu fantomlar o'ldirgandan keyin qayta tug'ilishaveradi. Shu kuniga bir martada uchrasa bo'ladimi ekan? Bo'lmasmidi ekan? Uyimga yetib olay. Kelyaptimi? Qani? Ke. Biroz keyinga ketiramiz. Bizda case bor edi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Case xonaya ham kelib oldik. Oh my god! Biza to'liq zirh bo'lmasak bo'lmayapti. Bunaqada bir past o'lib ketamiz. Tezroq baza qurish uchun yaxshiroq kirgan ham kerak. Biza o'ta zo'r emasmiz-ku, lekin chidasa bo'ladi. Uyga qaytamiz. Yoqqa qani. Ma. Baki. Bu menda resurslar bor edi, oldindan yig'ib qo'ygan. Vaqt ko'p ketmasligi uchun video yozishimdan oldin yig'ib qo'ygan edim. Mana shularni ham ishlatamiz baza qurayotganda. Qaniki. Endi hamma narsalarni sandiqqa solib, yashirib qo'ygan joyimdagi resurslarni olib kelamiz. Mana hammasini taqildik. Endi birinchi baza qurib olish kerak yerdagiga. Ana yer ostiga kichik bazani qurib oldik. Mana pekaksim biroz kuchsizroq ekan. Kuchaytirish kerak endi, kuchaytiramiz. Ikkita pekaksni bir-biriga birlashtirib olamiz. Hali case migoni pekaksimiz. Ya, nima bo'ldi? Serverdan chiqib ketdi-yu. Shu artefakt serverni shu transaksiyani shu kerakli paytda chiqib ketadi serverdan. Ana kirib oldik. Endi yer osti bazani kengaytirib sugarcane ferma quramiz. Boshladik.
Shu kerak keyin uchinchi joy ham ochib oldik. Endi ularni ekib chiqish kerak. Men esa qanday ekishni bilmayman. Mayli o'rgan olamiz. Birinchi bo'lib suv zaxirani ko'paytiraylik. Ana endi bizda cheksiz suv. Bo'lmasam shu yerga endi ekishni boshlaymiz. Shu keyin bo'ldi. Endi qishloqlarni pastga tushirib ayron ferma qilamiz. Chunki ayron har doim kerak. Qishloqlarni pastroqqa tushirib, yana ham pastroqqa, ya'ni bizga yaxlab bermaydigan joyga. Whoa, hey. O'lib ketishimga sabab bo'ldi-yu, yaxshiyam zira xo'p, mana. Bo'lmasa mana shu yerdan ana o'lib ketardim. Biroz rudalarni qazib olsak, yomon bo'lmaydi to'g'risi. Ammo ular yorishdan boshlamasak bo'lmaydi, endi zombi spawn bo'laveradi endi. Ana endi uyga qaytamiz. Endi davom ettiramiz villagerlarni joyini. Ana endi 3 ta villager dab kelsak bo'ldi. Shu bilan ayron ferma taq. Villagerlar tepadan olib kelamiz, tepadan tushirish ancha qulayroq bo'ladi. Villagerlarni bir joydan ikkinchi joyga olib borish azob. Ishonmayapti, ham qiyin narsa. Chunki uni qayerga yurishini bilmaysiz oldindan. Eng oson usuli bu qorong'uda borish. Bitta villager ham bo'ldi. Yana 3 ta qoldi. To'sh. 3-sini bosam endi ko'payib ketaveradi keyin.
любой fermani tugatib ko'proq qo'yib ko'paytiraveraman. Buni pastdagi yo'laklarda olib tashlamasak qayiq qilib qoladi. Ana ikkinchisi ham bo'ldi. Mana to'sib qo'yibman. Endi yana bitta olib kelsam, shu bilan qutulaman. Bugun yillardagi muammosidan. Mana uchinchisi ham kelyapti. Shu bilan yillarning muammosi tugaydi. Nima bo'ldi? Ha, bo'ldi. Xo'sh, yillar bo'ldi. O'ylab ko'rsam bizaga ko'proq villager kerak ekan, chunki o'lib qolishi mumkin bittasi. 3 ta villagerdan bittasi o'lib qolsa ham bo'lmaydi. Ko'paytirish qiyin bo'ladi. Undan tayyor olib kelib qo'ygan yaxshi. Qayerda edi uchinchisi? Yotog'ini olaman. Ana ovoz eshitilyapti. Masalan, uchni ham olib kiraman uyga. Ana qayiq qutqizib olib, qani tushamiz endi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ustiga tushib qoldim. Ayrim bo'lim. Mana shu yerda g'or bor ekanda. Mana shu g'orlarni yomon ko'raman. Qayga? Ana qayt. Ya, ishkal ya endi. To'q qo'ysam qaytar balkim. Qani endi ular? Qani? Chapda menimcha hammasi. Yo'q qo'yay. Hali qazgan temirlarimiz qani? Boshqatdan sindirib ko'ramiz. Qani Fortune 3 ta nechta tushar ekan? 15 ta temir ekan. Qani nechta tushar ekan? Ta. Yomon emas. Endi Iron Farm uchun joy tayyorlaymiz. Menimcha ishlayapti. Buni yozilgan taxtani nima uchun qo'ydi deb so'rayotgan bo'lsalaring o'zim ham bilmayman to'g'risi.
Endi nima buni qo'ydim. Endi nima qilamiz? Endi sugar cane'larni olamiz. Endi buni sotib ko'ramiz. Qani qancha ketar ekan? 1 2 3 stak. Sugarga aylantirsak ham narxi bir xil bo'lib turaver ekan. Qog'ozga aylantirsak-chi? O'sharmikan narxi? Yo'q, baribir oshmas ekan. Sotib ko'ramiz. Qani qancha ketar ekan? Почти 3 stak. Juda arzon ketdi-yu. Auksionga qo'ysang ham stagini kamida 3000 dan olardi. 5000 3000 atrofida. Hamma narsani sotib qo'yaman. Endi g'orlarni to'ldirib chiqamiz, ayron golem spam bo'lmasligi uchun. Endi ayron farm uchun zombi qidirish kerak. Bo'lmasam qidirishni boshlaymiz. Zombi. Men yo'qotib qo'ydim, to'g'risi qaydan kelganini bilmay qoldim. Endi Salomon Home'ga teleport qilsam. Zombi topaman deb uzoqqa ketib bordim. Zombi undan chiqmadi deb. Ana ulgurdim. Endi boshqadan qidiramiz shu yaqinroq joydan. Ajib emas bittada jek bo'lib yutsak. Ya'ni zombi. Ye. Как раз. Baki. Qani? Bakichi. Ye, adashib qoldim. Bag'damas ekan men yo'lim. Ke. Ye. Qani bu yoqqa kelchi. Kelur. Men yomga. Ana, bu ayron golem baga spam bo'lmabdi. Endi g'orda yopib chiqish kerak hamma joyini. O'lmayapti bu cho'ta. O'lmayapti, mashqalaq berayotgan bo'lsa kerak. Baribir tushmayapti-yu. Buni suv ko'tara olmayotgan ayron suvga cho'kib ketadi-yu. Ayron ko'tara olmayapti suv. Qanday qilsa endi to'g'rilanar ekan? Tagiga blok qo'yib chiqsamchi? Baribir o'xshamayapti-yu. Bo'lmasam mana bunday chiqsamchi? Farqi yo'q ekan. Umuman o'xshamas ekan u. Unda boshqa narsa qilamiz.
tomni kengaytirib o'rtadan chuqurcha ochib qo'yamiz. Ana, o'xshadi. Ye. Qayt. Senlar qayoqqa? O'lib ketasanlar. Omonini, Qani. Sal qolsa o'lib ketishardi hammasi. Qanday endi? Agar yo'q borsak keladimi? Endi bulardan mana gap chiqish azob. Sularda olish kerak endi. Ana, kir. Nega qiyin bularni kirgazish. Kir. Ana bo'ldi. Endi yana boshqatdan campfire yasab, noldan qilish kerak. Adashibman, uzr. Baydan chiqish yo'li qilamiz. Shuni endi qo'yamiz boshqatdan. Ana, ayrim endi yonib ketadi. O'zi lava qo'yishimiz kerak shu joyga. Men lava qo'yishni bilmayman-da, yonib ketganman. Lava qo'ysam hamma yo'llarim uyimgacha yonib ketgan. Uyimga yana lava qo'ydim. Shu fermani sovdim. Ana endi bularni ochsak ishlab chiqarishni boshlaydimi? Ana, qayga endi spawn qilar ekan, aynan bo'lim. Qani ishlayaptimikan hopperlar? Ishlayapti. Endi biz boyib ketamiz. Bir necha soat avtdan keyin kamida 10 kada sotamiz. Shu yerda juda katta muammoga duch keldim. Aynan firma ishlamadi, umuman ishlamadi. Bitta joyga, ya'ni bitta g'orga spam bo'ldi-da, umuman keyin spam bo'lmadi, ya'ni o'sha ayron go'rimni o'ldirgancha boshqa spam bo'lmaydi ekan. Hamma g'orlar qarab chiqdim, hamma g'orlar yopib chiqdim, baribir umuman ishlamadi. Men villagerlarni qo'rqitganim bilan umuman ishlamadi ayron firma. Keyin kallamga zo'r fikr keldi. Osmonga base qurish va men 6 soat o'ynab osmonga base qurdim, lekin uni yozib olish esimdan chiqib qopti. Shuncha o'ynabman-ku, lekin umuman yozib olish hayolimga kelmabdi. Va keyin o'sha yerdan boshlaymiz endi.